Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlarda layk bosganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor qilindi. Prezident Emomali Rahmon imzolagan qonun bilan Tojikiston jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritildi va ijtimoiy tarmoqlarda layk yoki boshqa belgi qoldirganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor qilindi. 2018-yildan beri mamlakat fuqarolari eng minimal faollik, hatto layk va repostlar uchun ham 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin edi. Layklar uchun jazoni bekor qilish tashabbusi Emomali Rahmonning o'zidan chiqqan. U o'tgan yili huquq-tartibot organlarini ushbu normalardan haddan ortiq keng foydalanayotgani uchun tanqid qilgandi. Rahmon mazkur amaliyotga nuqta qo'yishga chaqirgan, chunki odamlarni internetda faolligi uchun jazolab bo'lmaydi. Tojikiston prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 1,5 mingdan ortiq odam ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan izohlar va reaksiyalari uchun jazo o'tamoqda.